Raspakovka chek. Bugun sizlar bilan Xitoydan kargolari bilan 1 millionga tushgan narsalarimni raspakovkasini birga raspakovka qilamiz. İçinde nima bor ekan? Voy, och! Birinchi narsa shunaqa mini sumочкacha. Kachestvalari juda ham yaxshi kelgan. Ikkinchisi shunaqa balyatka, yo'lda sal ezilib kelgan, lekin kiyganda unaqa turmaydi. Uchinchisi shunaqa необычный нежный rubashka. Yubkalar bilan kiyishga juda ham zo'r. Bu krossovkani men juda ham yaxshi ko'raman. Hammasi sifatli va arzon narxlarga kelgan. Shu jinsi menga Xitoydan kargolari bilan 110 mingga tushdi. Nima deb o'ylaysizlar? O'zimizda shunaqa jinsilar qancha? Sizlar ham shunaqa необычный narsalarni arzon va sifatli Xitoydan zakaz qilish xohlasanglar, kursimga yozilsanglar bo'ladi. Hozirda joylar juda ham kam qolgan. Shunaqa juda ham asal trendga chiqqan tapchka ham kelibdi. Narsalarim ichida eng yoqtirganim shu kostyum bo'ldi. Xitoydan kargolari bilan 120 mingga tushgan. Va shunaqa необычный chexolcha, men chexollarni juda ham yaxshi ko'raman. Ha, bu o'sha Xitoydan kargolari bilan 60 mingga aylangan rubashka. Juda chiroyli kelgan-a. O'tgan yili rosa trend bo'lgan Celine rubashkasi. Bu ham menga kargolari bilan 100 mingga tushdi. Oxirida shunaqa balyatka qizlar, juda ham nежный kelgan. Menga juda ham yoqdi. Sizlarga yoqdimi? Video yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yinglar qizlar.